Qaysi soch turmagi senga mos? Bilishni xohlasang, kel test qilib ko'ramiz. Unday bo'lsa, boshladik. Soching qanday? A. Uzun, B. Kalta. Xo'sh, peshonang qanaqa? A. Peshonang katta, B esa peshonang kichkina. Belgilab ketyapsanmi? Esingda tut yoki yozib ol. Oxirida nima chiqadi? Yozib qoldir. 3-si, soch tuzilishing qanaqa? A. Tekis, sal jingalakroq, B. Jingalak yoki bo'lmasam juda ham jingalak. 4-si, yuz shakling qanaqa? A. Avval uzunchoqroq yuz, B. Yumaloq yuz. Qarachi endi senda nima chiqdi? Savollarni birlashtir va javobini ko'r. Javobing nima chiqqanini kommentariyada yozishni unutma. Qo'lingiz og'rimasa, like ham bosib qo'ying. Thank you.